Akalar 15 mingtadan oshimiz obunachilarimiz. Joninglar sog' bo'lsin. Akalarim, ukalarim, opa-singillarim, oldindan katta rahmat aytaman. Hammaga boringlarga shukr. Shunchalik meni qo'llab-quvvatlab paddishga berayotgan hammaga katta rahmat aytaman. Boringlarga shukr. Hammani xonadonida yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Lekin kutmagandim, rosa xursandman. Bunaqa bo'ladi deb hech o'ylamagan edim. 3 kun oldin 4409 ta obunachim bor edi. Shu Cobaltni chaqirganlardi. Aka, shuni video qilib qo'ysam, menga 10 ta, 20 ta obunachi qo'shilardi. Qo'ysam maylimi, o'zingiz chaqirdingiz-ku desam, yo'q dedilar. Mayli, men juda xursandman, yaxshilikka, Allohga onson. Chunki u Cobaltdan ham oldin o'zi 2 marta bo'lgan edi. Agar 3-marta yana bo'ladigan bo'lsa, men blogerlikni to'xtataman dedim. Hamma kanallarni yopaman dedim. O'sha Cobalt 3-sida bo'lganda o'sha video qo'yganim oxirgi gapimda qo'ydim videoni. Uyga borsam ketma-ket obunachilar bomba portallari. Joninglar sog' bo'lsin. Xudo xolasa arzon mashinalarni video qilishga sizlarga ilinaman, harakat qilaman. Joninglar sog' bo'lsin. Alloh ishinglarga, xonadoninglarga fayz baraka berib, barakali qilsin duodaman. Martabanglar bundan ham ulug' bo'lsin. Obuna bo'lib, podpiska bosib, yurakchalarni qizartirib turinglar, Xudo xolasa. Inshaalloh bu yo'g'iga juda xursandman, boringlarga shukr. Gap yo'q. Abduxol Yusufton. Davom etamiz.